Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Kanalimizga xush kelibsiz. Mashhur xonanda Manzura 48 yoshida o'zidan yoshi ancha kichik bolaga turmushga chiqmoqda. Manzura nima sababdan oilasi va farzandi bor erkakni tanlagani va ko'pgina sirlarini oshkor qildi. Yo'ldosh va Manzura Muborakovna 1978-yil 21 fevralda Toshkent shahrida rassom Muborak oilasida dunyoga keladi. Kichkina xonasini katta hayot yo'lida unga yo'ldosh bo'lgan opasi bilan bo'lishgan Manzura 5 yoshlik paytidanoq bog'chadoshlarini o'zining noyob ovozi bilan hayron qoldiradi. Qizidagi qobiliyatni sezgan ijodkor ota do'st Karim Hoji bilan maslahatlashib uni Uspenskiy nomidagi musiqa maktabiga beradi. U yerda olingan bilim va tajriba Manzurani vokal ustasi sifatida shakllantiradi. Manzura nafaqat qo'shiqchi, balki ko'pgina kinolarda ham omadi kelgan aktrisa ham. Manzura 2000-yilda rejissyor Madina Mo'minovaning Tohir va Zuhra musiqiy filmida boshqa kino yulduzlar bilan suratga tushishga taklif etiladi. Yakkaxon faoliyatini omadli boshlagan Manzura mehnatining samarasini 2002-yilda ko'radi. Aniqrog'i, aynan shu yili u prezidentimiz tomonidan ta'sis etilgan Nihol mukofoti bilan taqdirlanadi. Xalq e'tiboriga tushib, mukofot egasiga aylangan har bir san'atkor o'ziga yuklatilgan mas'uliyatni his qilib yanada ko'proq ijod qilishga bel bog'laydi. Manzura aynan shu yili Muhabbat sinovlari 1 filmida suratga tushishga va kartinadagi hamma saundtreklarni kuylashga muvaffaq bo'ladi. Rejissyor Rustam Sa'diyev filmida yangragan har bir saundtrek qisqa vaqt ichida ommalashadi. Xalq talabiga binoan 2004-yilda Muhabbat sinovlari 2 katta ekranga chiqadi. Ushbu film uchun ham saundtreklarni Manzura kuylaydi. 2005-yilda Nahotki sen filmi tomoshabinlarga taqdim etiladi. O'sha paytga kelib saundtreklar malikasiga aylangan Manzura yangi filmdagi barcha qo'shiqlarni kuylab ommalashtiradi. Keyin esa Nahotki sen nomli navbatdagi to'plam ham qisqa vaqt ichida o'z muxlislarini topadi. 2006-yilda Manzura yilning eng yaxshi imidji nominatsiyasida Tarona mukofotini qo'lga kiritadi. 2007-yilda esa butkul yo'nalishini o'zgartira boshlaydi. 2007-yilda Manzurani yangi katta kino kutib turgandi. Ana endi bosh qahramon sifatida texnologik film Sevginatorga taklif etishadi. 3 yil davomida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Munavvara Abdullayevadan aktyorlik mahoratidan saboq olgan Manzura ikkita obraz, robot va o'qituvchi qiz Maftunani mahorat va ishonarli talqin etadi. Rejissyorning qo'ygan talablarini qiyinchilik bilan bo'lsa-da uddalagan xonanda qo'liga mikrofon olib qo'shiq kuylashdan tashqari yaxshigina aktrisa ekanligini ham isbotladi. Tomoshabinlar tomonidan katta qiziqish bilan kutib olingan kartina Ijodiy parvoz kinofestivalida Gran-prini qo'lga kiritadi. 2010-yilda Sarvinoz 2 filmi katta ekranga chiqadi. Unda ham bosh qahramonni Manzura talqin etadi. Saundtreklarni ham o'zi kuylaydi. Shuningdek, 2010-yilda rejissyor Rustam Sa'diyevning Men bu men filmi ham tomoshabinlar hukmiga havola etiladi. Manzura O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhon bilan birga mazkur kartina uchun saundtrek kuylaydi. Bu ikki ijodkorning birinchi dueti edi. Shunday qilib 20 yildan oshgan kinolari ham hozirgi kungacha muxlislar tomonidan sevib tomosha qilinadi. Manzuraning so'zlariga ko'ra, bu filmlar hali uzoq yashaydi. Bir necha kun avval turmushga chiqayotganini ma'lum qilgan xonanda YouTube'ga bergan intervyusida chin ayollik baxti, bo'lajak turmush o'rtog'i va hayotida tub burilishlar haqida so'zlab berdi. Bu PR emas, haqiqatdan ham turmushga chiqyapman. Bu xabarni muxlislarimga ulashdim. Chunki xalq orasida turmushga chiqqanim yoki ajrashganim haqida turli gaplar yuradi. Shuning uchun ham ommaga bu haqda ma'lum qildim. Rostini aytsam, bir oy avval ham u insonni tanimasdim. Qozog'istonning Chimkentida Adhambek Yo'ldashev degan juda ham taniqli va reytingi baland san'atkor bor.
Shu inson bilan gaplashib qoldik. Suhbat davomida duet aytishga qaror qildik. So'ng Adhambek Yo'ldashev meni Chimkentga taklif qildi. Shu bilan Chimkentga yetib keldim va bu yerda bo'lajak turmush o'rtog'im bilan tanishdim. Bo'lajak turmush o'rtog'im chimkentlik. O'zim ham shu yerlikman. Chimkentda o'sganman. Sizlarga yana bir sirni ochaman. Pochchangiz mening xomavlodim. Bu men uchun juda muhim omil. Avvalgi intervyularimda ham nasl chiroyli bo'lishi uchun azaldan juftlikning kelib chiqishiga qaraladi deb aytganman. Yana ham biz Samarqandning eshonlaridanmiz. Dadam aslida Namanganning Kosonsoyidan bo'lgan. Urushdan keyingi yillari ota-bobolarimiz Chimkent va Dushanbe tomonlarga tarqalib ketishgan. Bizda azaldan avlodga qarab kelingan. Bu narsani berkitmayman. Oldinlari ham ko'p gapirganman. Dugonalarimga ham bizda eshonni eshonga berishadi deb aytardim. Shu narsa ushlab turibdi demak. Mening insonim hali oldinda va men eshonga turmushga chiqishim kerak derdim. Hozir bo'lajak juftim bilan avlodimiz har taraflama bir-biriga to'g'ri keladi. Turmush o'rtog'imning yoshi mendan 20 yosh kichkina. Rostini aytsam, o'zimdan 15-20 yosh kichkina insonga umuman turmushga chiqqim yo'q edi. Negaki 25-27 yoshdagilarning dunyoqarashi biznikidan sal boshqacha bo'ladi. Masalan, biz Sovet davri odamlarimiz. Shuning uchun bizdagi dunyoqarash boshqacha. Shu sabab yaqinlarimga mayli 5 yosh katta-kichik farq bo'lsa ham tengdosh insonga turmushga chiqaman derdim. Yaqinlarim yo'q, sen ahamiyat ber bu insonga. Xulqi boshqacha-ku deyishdi. Keyin qarasam, haqiqatdan ham yosh bo'lgani bilan fikrlari taxminan 35-40 yoshli odamlardek ekan. Bundan tashqari ularning xulq-atvoridagi ko'p xislatlar menga to'g'ri keldi. Shuning uchun ko'p 3 kun o'ylaganimdan so'ng shu inson menga to'g'ri keladi degan qarorga keldim. Birinchi navbatda xolis fikrlashi. Chunki tan olishimiz kerak, bizda ayol kishini past ko'rish, eshitmaslik, uning fikrini inobatga olmaslik kabi holatlar ko'p uchraydi. Lekin shu bilan birga hamon chiroyli xulqli erkaklarimiz ham yo'q emas. Misol uchun dugonalarimning xo'jayinlarini ko'raman. Ayolining ham ularning ham xulqlari juda go'zal. Hozir hamma erkaklarni maqtamoqchi yoki yomonlamoqchi emasman. Yaxshilari ham bor, yomonlari ham yo'q emas. Aytmoqchi bo'lganim bo'lajak xo'jayinim yaqinlari, onasi va opa-singillari bilan yaxshi munosabatda bo'lib, oilasidagi ayollarga chiroyli muomala qilishlarini ko'rdim. Yaqinlarini eshitadigan, ularga mehribon inson ekan. Mana shu faktorlar tanlovimda juda ham katta rol o'ynadi. Xo'jayinim oilada 2 o'g'il va 2 qiz farzand bo'lib, hammalarining menga nisbatan munosabatlari yaxshi. Men ham ularni hurmat qilaman va yaxshi ko'raman. Lekin to'ydan keyin Xudo xohlasa alohida yashaymiz. To'ydan keyin Chimkentga ko'chib ketaman. Ammo xo'jayinim to'ydan keyin ijod qilishimga taqiq qo'ymadilar. Ijodingni to'xtatib, seni sindirib qo'yishni xohlamayman. Borligingcha qabul qilaman dedi. Va harakatlari ham shunga yarasha. To'ydan keyin ruxsatini olib, Toshkentga kelib, syomka va xizmatlarni o'tkazib ketishim mumkin. Xudo xohlasa endi bu yog'ini hayot ko'rsatadi. Chunki erkaklar o'zi tabiatan rashkchi bo'ladi. Hammasi Allohdan. Alfons erni xohlamaganman. Allohga shukr bo'lajak erim Alfons emas. Chunki masalan har doim mayli erim boy bo'lmasa ham oilasini, ro'zg'orini tebratish uchun qandaydir hunari bo'lsin deganman. Yosh qizcha emasman, o'zimning qarashlarim bor. Turmushga chiqishga rozi bo'lishim uchun turmush o'rtog'im oligarx bo'lmasa ham tadbirkor yoki o'z biznesiga ega bo'lishi kerak deganman. Manzura bo'lajak turmush o'rtog'i avval uylangani haqida ham so'zlab berdi. Turmush o'rtog'imning shaxsiy hayoti, uylanganmi, uylanmaganmi mening emas, uning ishi. Bu men uchun kerak bo'lmagan ma'lumot. Asosiysi, bugungi kunda birgamiz va chiroyli oila bo'lishimiz kerak. Biz shunday oila bo'lishimiz kerakki, ertaga bizga qarab havas qilishsin. Nima sababdan birinchi oilasi bilan ajrashganini ham to'g'risi bilmayman. Meni qiziqtirmaydi ham. Bu hayot va unda turli holatlar bo'lishi mumkin. Shu sababdan hamma narsaga xolis qarashimiz kerak. Oilada sal tushunmovchiliklar bo'lib, xafalashishsa kimdir boshini egishi kerak. Menimcha ko'proq men boshimni egishimga to'g'ri keladi.
chunki men ayol kishiman va xohlardimki xo'jayinning yoshi ayolidan kichik bo'lsa ham ayol kishi bir ikki pog'ona pastda turishi kerak. Baribir erkak kishi oilaning podshohi hisoblanadi. Turmush o'rtog'im menga juda ham mehribon, ammo ular ham o'ziga yarasha xarakterli inson. O'zining gaplarini ustun qo'yishni biladigan erkak. Fe'l-atvoriga ega. Asosiysi shu taraflari bilan menga yoqadi. Chunki tan olish kerak, bir mening emas, san'atkorlarning ham fe'li anoyi bo'lmaydi. Haqiqiy baxt oila ekanligini allaqachon tushunib bo'ldim. Lekin nimagadir hamma Manzura turmushga chiqishni istamaydi deb o'ylardi. Yaxshi insonni uchratsam albatta turmush quraman degan niyatim har doim bo'lgan. Shunchaki taqdir bo'lmagan. Shuning uchun xayrlisini kutayotgan edim. Insonga hayot yo'llarida uni qo'llab-quvvatlaydigan hamroh, umr yo'ldosh kerak albatta. Yana bir bor aytaman, juftingiz yaxshi xulqli bo'lsa, shuning o'zi katta boylik, deydi Manzura. Manzuraning to'y kuni hali aniq emas. Bu haqda hatto o'ylaganim ham yo'q. Albatta to'y kuni aniq bo'lsa, taklifnoma berganimda bilib olishadi. Biron narsani oldindan aytib qo'ysam, o'xshamasligi mumkin. Shu sababli vaqtida aytaman, deydi Manzura.